Janubiy Koreyada xavfsizlik texnikasiga juda katta e'tibor beriladi. Ishga kirishdan oldin maxsus xavfsizlik bo'yicha o'qutuv kursidan o'tish majburiy. Koreyada hamma narsa tartib va qonun-qoidalar ustiga qurilgan. Koreyaga kelishingiz bilan ilk kunlarda maxsus markazda o'tkaziladigan texnik xavfsizlik va moslashuv darslarida to'liq va diqqat bilan qatnashing. Ishxonangiz tomonidan belgilangan xavfsizlik qoidalariga ham ish joyida jiddiy amal qiling. Ushbu qoidalarga hayotingizda faqat bir marta amal qilmasangiz, bir umr tuzatib bo'lmaydigan ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ish sohasi va ish turiga qarab, shaxsiy himoya kiyimlari, vositalari va anjomlari ish beruvchi tomonidan sizga ta'minlanishi kerak. Buning uchun sizning maoshingizdan haq undirilmaydi. Ish paytida bulardan doim foydalaning. Sog'lig'ingiz yomonlashganida yoki jarohat olganingizda chidab yurmang. Shifokorga uchrang. Agar kasalxonaga o'zingiz bora olmasangiz, 119 raqamiga qo'ng'iroq qilib, tez tibbiy yordamni chaqiring. Tibbiy sug'urtangizdan foydalaning. Davolanish va kasalxona xarajatlarining aksar qismini davlat tibbiy sug'urtasi qoplab berishi mumkin. Koreyada ish beruvchi o'z ishchi xodimlarini davlat tibbiy sug'urtasiga va sanoat sohasidagi baxtsiz hodisalar sug'urtasiga a'zo qilishi majburiy hisoblanadi. Ushbu sug'urtalarning bir qismi ish beruvchi tomonidan, bir qismi esa maoshingizdan to'lanadi. Ish paytida jarohat olsangiz, sanoat sohasidagi baxtsiz hodisalar sug'urtasidan albatta foydalaning. U orqali vaqtincha ishlab olmaganlik uchun to'lov, kasalxonadagi parvarish xizmati bo'yicha nafaqa, vaqtincha va bir umrlik nogironlik nafaqalari, o'lim holatida yaqin oila a'zolariga beriladigan kompensatsiyalar to'lab beriladi. Baxtsiz hodisani bu sug'urtasiz o'zaro kelishgan holda hal qilib yuborish takliflariga rozi bo'lmang. Tushunmagan hujjatlarga imzo chekmang. Yaxshi tushunmasangiz, til biladiganlardan yordam so'rang. Ishga doimiy boradigan va keladigan yo'lingizda bir xil vaqtda ishga ketayotib yoki ishdan qaytayotib jarohat oladigan bo'lsangiz, holatga qarab sanoat sohasidagi baxtsiz hodisalar sug'urtasi orqali ma'lum miqdorda kompensatsiya olishingiz ham mumkin. Aniq va yakuniy xulosani tegishli davlat tashkiloti beradi. Ish joyingizdagi muammolar, kamchiliklar va xavfli vaziyatlar haqida bevosita sizga mas'ul bo'lgan katta xodimga xabar berib tushuntiring. Kamida 2 kishi bo'lib ishlash talab qilingan joylarda zinhor yolg'iz ishlamang. Xulosa qiladigan bo'lsak, xavfsizlik texnikasi bu faqat quruq gap emas, balki hayotingiz garovi. Sog'lig'ingiz esa sizning eng katta boyligingiz. O'zingizni asrang. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam Uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +99871 202 3355 raqamiga murojaat qiling.